Assalomu alaykum barchaga. Uyda tabiiy yogurt tayyorlashni o'rgataman. Bu uchun tvorog kerak bo'ladi, xohlagan turda. 200 gram sut kerak bo'ladi, protsentini ham farqi yo'q. Zgushonka kerak bo'ladi va mevalar kerak bo'ladi. Va albatta bizga aralashtirish uchun chopper kerak bo'ladi. Ishimizni ham boshlaymiz. Mana tvorogimizni sovoldik, endi esa sutni sovolamiz. 200 gram sut va zgushonkani sovolamiz. Mana bolajonlarim, nabiram tabiiy yogurt yeyishni yaxshi ko'rishadi. Men bularga tez-tez tabiiy yogurt tayyorlab beraman. Uyda tayyorlangan taom baribir, uyda tayyorlangan shirinliklar baribir boshqacha bo'ladi va mevalarni solamiz. Xohlagan mevalarni solishingiz mumkin. Bananmi, kivimi, bolalar qanaqasini yaxshi ko'rsa, shunaqasini solaverasizlar. Ana endi bunda maydalab olamiz, ezib olamiz yaxshilab. Bolajonlarimni idishchalarga solib beraman. Bu xohlasanglar quyuq qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar suyuqroq qilsanglar bo'ladi. Bu sizlarni tabiiyligiga bog'liq va bolalaringlar qanaqa yoqtiradi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ishoninglar, bu juda ham mazza. Bolalar mazza qilib ichib olishadi. Ana shunaqa gaplar. Mana уже boshladi. Aysha boshladi yeyishni, ichishni, to'yiz. Mana shunaqa ko'rinishda yogurt.